To'g'risini aytsam o'rtoqlar, 2,5 sotuqda bunaqangi loyihani boshqa joyda ko'rmagan bo'lsanglar kerak. 7 ta xona o'rtoqlar, 2 ta urovingga ega bo'lgan katta bir mansardalarigacha qilingan xonadon ekan. Hattoki mansardalarda sanuzellarigacha bor. Kattagina, shinamgina hovlisiga yaxshigina joy qolgan. Ichkariga mana shunaqangi tapchanlar, stol-stullar, yashil maydonlar qilib qo'yishgan, gullarni ekib, mazza qilib tabiatdan bahramand bo'lib, mana bu yozgi oshxonasida ovqatlarni tayyorlab, oila davrasida ovqatlanib o'tirish uchun hamma sharoitlari bor ekan. Hattoki podval qismlariga ham ega ekan. Narxini eshitib, haqiqatda hayron qolasiz. Narxiga zo'r bo'lgan xonadon hoziroq yugurib kelishingiz mumkin bo'ladi. Toshkent shahar Bektemir tumani Amir Temur mahallasi Bektemir postidan 1 kilometr o'tganda shundoqqina o'ng tomondagi mahallada joylashgan bu xonadonimiz bugun sizlarga egalari tomonidan ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, havas qilganlar bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Bino ichiga kirganimizda mana shunaqa chiroyli bir koridor qismi. Bir qavatli xonadonda zinalar nima qilyapti degan bo'lsanglar kerak, to'g'rimi? Mana bu zinalarimiz orqali ikkinchi qavatimiz mansardamizga chiqsa bo'ladi. O'rtoqlar, pishgan ishdan qurilgan, baquvvat qilib qurilgan xonadon, xudo xolasa, tepadagi konditsionerdan tashqari hamma mebel texnikalari qo'llar ekan. Mana shu ko'rayotgan hamma mebel texnikalar qo'llar ekan. Hovlisiga qaragan oynalari chiroyli bir lyustralar ilingan. Mazza qilib oila davrasida, mehmonlar kelib qolganda ham televizor ko'rib o'tirish uchun sharoitlari bor ekan. Bari qismlariga ega bo'lgan mana bu oshxonani qaranglar. Mana bu yerda akvariumlarni qaranglar o'rtoqlar. Ertalabda nonushta qilayotganingizda akvariumga qarab, baliqlarga qarab, zo'r bo'lsa kerak, shunaqangi zo'r sharoitli uylar. Hurmatli mijozlar, bu koridorimizga qaytganimizda navbatdagi xonalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatda o'zida 4 ta xonamiz bor ekan. Bu yerda mana otaxon, onaxonlarimizga yotoqxona qilib bersanglar bo'ladi. Ichkarida o'zining sanuzellariga ega, orqa hovliga qaragan oynalari bor ekan. Qarang o'rtoq. O'zingiz oilangizni mana shu xonadonda tasavvur qilib ko'ring. Har bitta oila a'zolaringizga alohida xonalar, alohida mana shunaqangi sharoitlar, orqa hovlisi bor, orqa hovlisiga kir quritish uchun foydalansangiz ham bo'ladi. Alohida bitta xonasidan kladovka sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Katyurlar u yoqda joylashtirilgan. 2022-yil qurilgan, bitkazilgan xonadon ekan. Issiqpol asosida isitilar ekan. Bu tomonda ham mana yotoqxonalarni ko'rishingiz mumkin. Bemalol 2 kishilik divanlar sig'ib ketgan, chiroyli aboyli ta'mirdan chiqarib qo'yishgan ekan. O'sha aytib o'tganimdek, tepadagi konditsionerdan hamma mebellari bilan 130 mingga so'rashyapti. Bektemir postidan uygacha 1,5 kilometr atrofida chiqadi. Mana bu zinan tagida ham kladovka sifatida foydalansa bo'ladigan joylari bor. Endi o'rtoqlar, eng qiziq joyi mansardasiga chiqishni boshlaymiz. O'rtoqlar, ayollar bilasizlar, uylaringiz to'zib ketishinglarni xohlamaysizlar. Farzandinglarni tepaga chiqarib yuborsanglar, mazza qilib yo'da o'ynab, o'zini alohida xonalarda dars qilib, mazza qilib ikkinchi qavatda o'zida darslarini, dam olishlarini o'tkazsalar bo'lar ekan. Qarang, bu yerda o'zining sanuzellari ham bor, mansardalarda 3 ta xonani alohida qilib qo'yishgan, katta bir hol qismlariga ham ega, o'tirib dam olish uchun yumshoq mebellar bilan ham jihozlab qo'yishgan ekan. Qaytaraman, Toshkent shahar Bektemir tumani Amir Temur mahallasi hisoblanadi. 130 mingga juda ham ko'p. Konditsionerlardan tashqari hamma mebellar bilan 130 mingga so'rashyapti. Arziydimi yo'qmi? Qaranglar. Alohidadan xonalari bor ekan, dars qilishga, kitob o'qishga sharoitlari zo'r ekan. Bu yerda radiatorlari ham o'rnatilgan. Xullas, menga shunaqa chiroyli hovlilar nasib qilsin deganlar like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Hurmatli mijozlar, mana shunaqa narx atrofida yana hovli qidirayotgan bo'lsangiz, 100 mingdan 150 minggacha Toshkent shahrida eng zo'r uylarni sizlarga ro'yxatini qilib qo'ydik. Opisaniyada silkasi bor, saytimizga kirib bemalol uylarni tomosha qilishingiz mumkin. Eng chiroyli va shinam uylar Uybozor TV kanalida berib boriladi. Bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.